Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum barchaga, hurmatli akalar, hurmatli ukalar. Bugungi darsimizda database'lar bilan ishlashimiz uchun Microsoft SQL servisini o'rnatishni ko'rib o'tamiz. Database'lar bilan ishlash uchun albatta bu bizga zarur bo'ladi. Mana bu yerda saytga kiradigan bo'lsak, mana learnmicrosoft.com saytiga kiramiz. Mana shu joyda turgandan keyin mana skachayte SSMS 21 degan joy bor. Bosamiz. Mana yuklash jarayoni boshlandi. 4 megabayt ekan. Ozgina kutamiz. Bizni ishlatadigan SQL bilan ishlaydigan asosiy dasturimiz. Buni o'rnatish, ishlatishni ko'rib o'tamiz. Mana показать papka deyapti, mana ko'rsatdi. Bizda mana bu. Endi menda buni yuklanib olgan varianti bor. Hozir o'shani sizlarga ko'rsatib o'taman. Tak. Bu ikkita fayldan iborat bo'ladi. Ikkita fayldan iborat bo'ladi. Hozir o'sha bo'yicha ko'rib o'tamiz. Mana ikkita faylni download ichiga tashlayman men. Replace bosib yuboraman. Mana bu bilan bu. Ikkalasini ham olib turib Robustolga tashlaymiz mana. Robustolni ko'rinishini bunday qilamiz mana. Robustolga tashlaganimizdan keyin bundan chiqib ketaveramiz. Mana bu yerda qo'yib sizlarga ko'rsataman. Birinchi buni bosamiz mana. Installer deyapti, yes ni bosing deyapti. Bosdim mana. Tak, hozir ekran bo'yicha continue bosamiz hozir. Qaysidir ekranda mana bu yerda mana davom etyapti rekordimiz menimcha. Ozgina kutamiz. Mana getting the Visual Studio deyapti mana. Mana shu holatda nima qiladi? O'rnatiladi. Mana install bosamiz. Install bosganimizdan keyin mana bu to'lish kerak bo'ladi. Ozgina kutamiz. Birmuncha ko'proq. Chunki bu haqiqiy o'sha SQL serverga ulangan holatda ishlaydigan dastur hisoblanadi. O'rnatish ham birmuncha vaqt oladi. Ozroq kutib turamiz. Mana yarmiga kelib qoldi. 400 mana. Installing packages 191. Shundan 62 bo'ldi. 62 ta. 65 ta mana o'sha tezlashyapti. Mana 76, 80 o. Mana tez ketyapti. Sekundiga 10 megabayt olyapti deydi. Juda ham yaxshi. Mana o'sha oz qoldi, xudo xolasa. Internet tezligi ancha yaxshi. Sizda ham tez bo'lsa, albatta tez yuklaydi. Balkim bundan ham tez bo'lishi mumkin ko'pchilikda. Ozgina kutib turamiz. O'rnatish jarayonlari yakunlanguncha. Mana this might take a while. Ozgina vaqt olishi mumkin deyapti. 99% installing jarayonida turibmiz ekan. Mana bu jarayon tugagandan keyin yana bitta o'rnatadigan narsamiz bor. O'shani ham o'rnatib birgalikda ishni boshlasak bo'ladi keyin. Mana o'rnatish jarayoni yakunlandi. Mana mana shu yerda turgandan keyin, mana shu yerga kelgandan keyin mana X bosib qo'yasiz. Boshqani kerak bo'lmaydi. Keyin mana bunga o'tamiz. SQL Express deganga o'tamiz. Mana o'rnatamizmi deyapti. Yes ni bosdim. Mana Basic Custom Download Media. Basic ni bosamiz. Tak, Accept ni bosamiz. Install ni bosamiz. Bunda ham ozgina vaqt oladi. O'rnatib olguncha toki.
Ozroq kutib turamiz. SQL Server Express deb yozadigan bo'lsangiz, albatta bu ham chiqadi. Internetdan SQL Server Express mana shuni yozish kerak. Yoki bo'lmasa SQL Server 2022 Express Edition deb yozadigan bo'lsangiz ham chiqaveradi. Yuklab olish jarayoni oson bo'lganligi uchun buni ko'rsatib o'tirmadim. Download successful deyapti mana. Muvaffaqiyatli yuklandi. O'rnatish jarayoni ketyapti. Birmuncha vaqt oladi. Ozroq kutib turamiz. Jarayonimiz yakunlanguncha. O'rnatish jarayonlari baribir buni orqasida qancha kutubxonalar, qancha o'sha pakejlar yozilgan bo'ladi. O'shalar hammasini o'rnatib taxlab olguncha baribir ancha vaqtimizni olib qo'yadi. Shoshmasdan sabr bilan kutib turamiz. Asosan kirib ishlatadiganimiz mana shu bo'ladi. Express Edition bo'ladi. Mana shu yerdan kirib ishlatamiz. Ozroq kutib turamiz. Mana o'rnatilish jarayoni mana shu holatda yakunlanadi. Install SSMS ni bosamiz mana. Bosganimizdan keyin tag OK ni bosamiz. Bu yerda mana bu linkga bizni yo'naltiryapti mana. Biz buni o'rnatib bo'lganmiz, close bosamiz. SQL Server installed. Are you sure you want to exit? Yes ni bosamiz. Endi mana bu yerga kiradigan bo'lsak, tag hozir Express. SQL Server Management Studio bor. Mana shuni bosamiz. Mana bosganimizdan keyin bu ochiladi hozir. Mana ko'ramiz. Tak. Mana bunday holatda sign in with Microsoft, create an account yoki sign in with GitHub bossak ham bo'laveradi. Mana men hozir GitHub ni bosaman. Ko'ramiz. Qani qay holatda bu bizdan parollar so'rar ekan. github.com login client ID hozirroq turamiz. Tak, mana username or email address menimcha meniki mana shu bo'lishi kerak. Sign in ni bosaman. Hozirroq kutamiz. Mana bu jarayon o'sha ketyapti. Continue ni bosamiz. Mana authorize GitHub ni bosamiz. Open Microsoft Visual Studio ni bosamiz. Tak, this setup page. You are being redirected to the authorized application deyapti. O'sha joyga nima qilasiz? Yo'naltirilasiz deyapti. Hozirroq kutib turamiz. This may take a minute. Biroz vaqt olishi mumkin. Tak. Menimcha bu bizga kerak emas. Mana hozir tak, yesni bosib boramiz. Men ikkinchi ekranda ochildi. Mana bu holatda bizga so'rov chiqadi. Mana shuni mana bu joyini nima qilishimiz kerak? To'ldirishimiz kerak bo'ladi. Buni to'ldirish uchun bizda server name mana bu qolgan joylarga tegilmaydi.
Faqatgina mana shu yerda bitta to'g'rilanadigan joyi bor. Mana shuni hozir sizlarga to'g'rilab ko'rsataman. Hozir mana SQL Server Management Studioni bosamiz. Bosganimizdan keyin bu run bo'ladi. Run bo'lish jarayonini ko'ramiz. Mana connection bo'yicha so'rov chiqadi hozir bizga. Mana. Keyin mana bu joy bosilmay qolgan bo'lsa, mana Trust Server Certificate. Birinchi o'zingizni o'sha Windows nomini bilib olasiz. SQL Express yozasiz, Trust Serverni bosasizda connect ni bosasiz. Mana connect ni bosadigan bo'lsangiz database mana bu yerda nimasi hammasi kelib chiqdi. New query ochib, mana bu yerda hozir ish stolini yaratib olamiz mana. Endi misol uchun mana create db misol uchun aytaylik olmalar degan nomda bitta anu qolishimiz mumkin. F5 ni bosadigan bo'lsak bu run qiladi. Mana bu yerda unknown object type db used in create, drop or alter statement deyapti. Ya'ni mana shu holatda ish bajariladi. Mana bu foizni bosadigan bo'lsangiz yaqinlashadi mana. Bu yaqinlash kattalashib bizga nima qiladi? Yaqinlashib ko'rinadi. Demak, SQL Server Management Studioni o'rnatish mana shu holatda bo'lar ekan. Mana shu holatda o'rnatib ishlash tartibi sekin boshlanib ketar ekan. Demak, hozircha mana shu joyda yakunlaymiz. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.